Shohida Uzakova. Bu nom bugun og'ir sukut bilan tilga olinmoqda. Chunki yurakni larzaga solgan xabar allaqachon tarqaldi. Shohida Uzakova endi oramizda yo'q. Bu xabarni eshitgan har bir inson bir lahzaga to'xtab qoldi. Vaqt go'yo sekinlashgandek, uning ovozi, uning hayotga bo'lgan muhabbati, hammasi xotiralarga aylanib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Shohida Uzakova uzoq vaqt davom etgan og'ir kasallik bilan kurashgan va aynan shu kasallik uni hayotdan olib ketgan. Bu kurash oson emasdi, lekin u oxirgi nafasigacha kuchli bo'lib qoldi. U nafaqat o'zining faoliyati bilan, balki samimiyligi, insonlarga bo'lgan mehri bilan ham tanilgan edi. Uni bilganlar yaxshi eslaydi. U har doim boshqalarga yordam berishga tayyor, yuragi keng inson edi. Bugun uning yaqinlari, muxlislari va uni qadrlagan barcha insonlar og'ir qayg'uda. Ko'zlarda yosh, qalblarda og'riq. Chunki bunday insonlar juda kam uchraydi. So'nggi marta uni kuzatish uchun yig'ilganlar orasida sukut hukm surdi. Har bir inson uning xotirasiga hurmat bilan qarab turdi. Go'yo hamma narsa bir narsani aytmoqchi edi. U hech qachon unutilmaydi. Shohida Uzakovaning hayoti tugadi. Ammo uning izi, uning xotirasi va uning insonlar qalbida qoldirgan mehri abadiy yashaydi. Shohida Uzakova vafot etdi. U endi oramizda yo'q, lekin u har doim yuraklarda tirik qoladi.